Do'stlar, bugun sizlar bilan ayrim quruvchilarda xatolari haqida gaplashamiz. Videomiz ozgina cho'zilishi mumkin, lekin manfaatli bo'ladi. Qarang, siz yangi quruvchisiz, qurilish qilmoqchisiz, 12 qavatli bino qurmoqchisiz, ya'ni dom. Sizda yetarli mablag'ingiz yo'q. Sizning hayolingizda, fikringizda hozir qurilish boshlayman-da, fuqarolarga uylar sotaman, keyin binoni bitkazib olaman degan maqsadda siz qurilishni boshladingiz. Sizni eng katta hayotingizda qilgan xatoingiz shu bo'ladi. Mana men sizga u xatoni orqasidan nimalar kelib chiqishini bir fakt keltirib beraman. Siz bor pulingizga yer sotib oldingiz va qatlamay kavladingiz. Sizning pulingiz tugab qoldi. Shunda siz nima qilasiz? Uyingizda dom quryapsiz. Shu uyda atrofidagi fuqarolar keladida, men o'g'lim uylanmoqchi edim, kakras menga uy kerak deb turib, bu yerda Hoshim tog'a kelib sotib oladi. Jambilon tog'a bu yerdan keladi, men nevaramga uy olishim kerak deydi-da, u sizdan bitta uy sotib oladi. Yana bittasi keladi sotib oladi, yana bittasi. Xullas sizni binoyingizni atrofidagi fuqarolar uy sotib oldi sizdan. Siz esa birinchi etajga chiqib oldingiz. O'sha bu atrofdagilar to'y bo'ldi. Siz reklama qilishingiz kerak bo'ladi. Yana uzoqroqlardan odamni chaqirib mana shu domlarni sotishingiz kerak bo'ladi. U odamlar bo'lsa, sizni surishtirishni boshlaydi. Chunki birinchi etaj to'xtab qoldi, ustalar ishlamayapti. Qurilish to'xtab qolgan. Nimaga to'xtab qoldi bu qurilish? Nimaga sizni pulingiz kamligini, pulingiz tugab qolganini bular bilmaydi-yu. Siz ularga bahona qilasizda, hozircha jinday kamchiliklarimiz bor edi, to'ldiramiz, u bu va hokazo. Atrofdagilar kelyapti-da, sizni surishtirishni boshlayapti. Bu avval dom qurganmi yoki qurmaganmi, vaqtida topshirganmi, davlatdan qarzi yo'qmi, shunga o'xshagan narsalar surishtirishni boshlayapti-da, sizning qurilishingiz to'xtab qolgan. Shunaqa holatda siz nima qilasiz? To'g'ri borib variantchiga borasiz. Bizda shunaqangi variantchilarimiz bor. Halol nasiya savdo deb qo'yadi, yillik emas, 6 oyligi 60% moshta burishlarimiz bor. Qo'shtirnoq ichidagi. Hammasi ham emas, ba'zilari. Ana shularga borasiz. Siz undan $100,000 avtomobilni siz $160,000 olasiz. Olib turib bozorga olib chiqib 90,000 ga sotasiz. 70,000 ziyon ko'ryapti. Kerak bo'lsa tepadan ziyon ko'ryapsiz. Siz endi binongizni yana ancha ko'tarasiz. Endi yana 5 oy vaqt o'tadi, bitmaydi haligi puli bilan. Yana bittasiga borasizda bu pulni so'rayapti-da. Undan yana olasiz 200 minglik narsa, bunga berasiz. Bundan olasiz, bunga berasiz. Ularga yana shapka bo'lib ketdi, siz binongiz to'xtamayapti. Qarzingiz ishib ketdi. 1 kvadrat metr $300 ga, $350 ga to'xtaydigan binongiz avtomatik 450-500 ga chiqib ketdi. Nimaga? Bu atrofdagi variantchilar hisobiga, bu variantchilar jabriga fuqarolar qolyapti. Nimaga? Siz uyingizni $300, $350, $400 sotishingiz kerak-da. Lekin variant o'ynaganingizning hisobiga sizning uyingizning narxi oshib ketdi. Agar siz qimmat sotmasangiz, bu variantchilarni yopa olmaysiz. Shunaqa holatda siz nima qilasiz? Bu halol nasiya savdo bo'lmas ekan deb turib, bankdan kredit olasiz. Bular 6 oy 60% bo'lsa, banklarimiz 20% 1 yilga bo'ladi. Menga bank yaxshi ekan deb turib, siz bizning banklarimizga murojaat qilasiz. Banklardan kredit olasizda, buni ozgina yopasiz, buni ozgina yopasiz, buni ozgina yopasiz, buni ozgina yopasiz. Chicha binongizni ko'tarasiz, yana binongiz bitmaydi. Keyin sizni bankka pul to'la olmaysiz, uyingiz sotilmayapti. Bank sizni sudga beradi. Mana bu sudga beradi, mana bu sudga beradi, mana bu sudga beradi. Dilmurod aka, Hoshim aka, Kozim aka, xullas moshina burishlar hammasi sizni sudga beryaptimi? Siz shunda nima bo'lasiz? Qamalasiz. Avtomatik qamalasiz. Endi shunday xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilish kerak do'stlar? Bunaqangi xom kalla bilan bunaqangi qurilishlar boshlamas kerak bo'ladi. Bu jabriga kim qolyapti? Albatta bizning fuqarolarimiz qolyapti. Chunki sizdan ular sizga ishonib uy sotib olgan, siz qamalib ketdingiz, bino bank nomiga o'tib ketdi, moshina burishlar qo'lini burniga tiqib qolaverdi. Fuqarolarimiz bo'lsa sizdan shuncha uy sotib olgan, uyi bitmadi. Endi shuncha jabrga fuqarolarimiz qoladi. Endi do'stlar, fuqarolarimizga shunday xatoni qilmaslik uchun men maslahat berardimki, kadastri bor tayyor uylarda sotib olishni men maslahat bergan bo'lar edim. Sizlarga shunday taklifni yaqin kompaniyasi bera oladi. Bizning Jalaquduq, Bo'ston City, Bog'shamol, Dalvazin eski shahar loyihalarimizda kadastr hujjatlarimiz tayyor. Kelasiz bizdan uy sotib olasiz. Qaysi uy sizniki, mana uy sizniki, 4-etaj, 5-kvartira ko'rasiz, bilasiz, ha mana shu uy meniki ekan deysiz, ko'zingiz bilan ko'rib, bor uyni sotib olasiz. Notarial kontrol idorasi orqali nomingizga o'tadi, keyin bizga pulni berasiz. Do'stim, shundoq ekan, shunday xatolarga sizlar aslo yo'l qo'ya ko'rmanglar. Do'stim, bu videoda siz qatlama payti uy arzon bo'ladi deb shoshib pishib pul topshirgani borayotgan do'stingizga ogoh bo'ling deb jo'natib qo'ying. Sababi ishonchli kompaniyalarga topshirishingizni maslahat beraman do'stim desangiz manfaatliroq bo'ladi. Hamda men dom qurmoqchiman, ozgina pulim bor, qolganini fuqarolarni yig'ib bitkazib yuboraman degan noto'g'ri o'ylaydigan do'stingizga ham tashlab qo'ying. Qamalib ketishi mumkin.
Do'stlar, shunaqangi foydali maslahatlarni, foydali videolarni o'tkazib olmasligi uchun Jahongir yaqinda YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqangi videolar men joylab borishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.